Assalomu alaykum do'stlar, mohiruvchilar. Mana Xudo xolasa sizlarga yana yangi ko'l ochilyapti akalar. Obzorini qilamiz. Assalomu alaykum do'stlar, mohiruvchilar. Mana Xudo xolasa sizlarga yana yangi ko'l topilyapti. Andijon viloyati Baliqchi tumani. Rustam hoji akani ko'li. Ko'pchilik kelgan, taniydi ham, biladi. Xudo xolasa 11-aprel shanba kunga 400 kilo baliq to'kib beriladi akalar. Shu ko'lda o'zida ham o'zini boqilayotgan baliqlari ham bor. Shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqsalaring, ko'lchakamiz nomeri Telegram gruppasiga tashlab beradi, zakazlarni tashlab beradi. Kelmaganlarga, bilmaganlarga bemalol kelib o'qi qilaverasizlar akalar. Karmushkaga ham ruxsat, do'kkaga ham ruxsat. Bitta qalmaq ham 100 ming, ikkita qalmaq ham 100 ming. O'shanga yarasha maza qilib davom etib ketasizlar akalar. Xudo xolasa hech kim quruq qaytmaydi. Imkon darajasida ushlashni paydan bo'lasizlar akalar. 400 kilo baliq ham hazlagan baliq bo'lmaydi akalar. Hamma mohiruvchilarimizga omad, qayerda bo'lsa ham, qayerda o'qisa ham omadini bersin akalar. Bosamiz Xudo xolasa shu kunga. Kelaverasizlar, kutib qolamiz.